Messi ham o'zini oldi Sevilla jangchilariga juda chiroyli e'tibor beradi. Oktagon ham undan orqada qolmaydi uncha-munchaga. Maniki. Bir kishilik yotoqxona o'zini oldi jangchisiga albatta juda ham chiroyli e'tibor qaratmoqda. Yuvinayotgan joy, hamma sharoitlar, 3 mahal ovqat, kiyim-kechak va chiroyli albatta manzarasi. Balkonlari bilan birga, Wi-Fi'lari bilan birga. Ey Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Shuning uchun men Oktagon bilan bugun yangi shartnoma qilaman, Xudo xolisa inshaalloh bugun yoki ertaga yoki ertadan keyin sizlarga videosini chiqaramiz. 5 tagacha shartnoma beradi. Men Oktagon bilan 9 ta shartnoma qilmoqchiman. Xudo xolisa inshaalloh men Oktagon bilan hali uzoq masofani birga bosib o'taman. Juda ham ko'p. Jonlaring sog' bo'lsin. Surqashim, Qashqadaryo, Surxondaryo, O'zbekistonim gazini bosib, padishga bosib turinglar. O'sha oddiy xalqdan chiqqan Jaydar yigit o'z yurishlarini davom etdi. Ani endi sekin davolam. Alhamdulillah, ey Allohim. Xursandman.